Assalomu alaykum. Qutman o'qishmoq kuningizni hurmatli No'qat Qovarjimotat kanali qatnashchilari. Bugun biz 8-avgust 8-sentyabr kuni ishlarimizni Aravonga ketib qoldik. Aravonda payshanba bozor o'tgan. Shu payshanba bozordan ma'lumot olib bersak, sizlarga qaysi Qirg'iziston qaysi yerdan bo'lsa dag'i layklar bosib qo'yinglar, kommentar yozib qo'yinglar. Biz Aravonda payshanba bozoriga keldik. Az payshanba bozordan qaysi yerda bozor qanday ekanini bilib kommentar yozib qo'ysangiz, hozir biz Aravonning dağı payshanba bozoriga keldik. Az şu yerda ma'lumot olib beramiz sizlarga. Qolib so'ray turinglar. Assalomu alaykum. Mana biz payshanba bozoriga keldik. Hozir bozorda nima qilamiz? Bozorni qolib ko'rsatamiz, sizlarga qanchadan ekan ma'lumot olib beramiz. Hozir birinchidan yo'qsa qaysi yerdan boshlaymiz? Mana shu yerdan boshlaymiz hozir. Mana shu yerdan boshlaymiz. Mantı bağırız. Mana boshqa o'tiramiz. Assalomu alaykum. Qancha ekan nashmatlar ekan? 60 so'mdan. Oshqoqchi. Oshqoq 25 kilogramm. 25 kilogramm. Jo'sh ekan o'g'limizlar. 25 so'mdan oshqoq bor ekan kilogrammi. Bu yerda oralash ekan, patenka bozor. Kiyim bozor ekan. Shu hozir biz Beni tartışacağım bir yokalım aslında. Kapsılar alıp gösterdim. Kapsılar kaçtan ekan. Salam astabici. Kapsılar kaçtan ekan? Kapsalar mı? O. 40 so'mdan mı? 60 so'mlik. 60 so'mdan 40 so'mdan. Çisnoqchi? Chesna 150 so'm. Nimachi mana baqlajon? Baqlajon 30 so'm. 30 so'm. Bodringchi? Gulov? 114 kilo zolat ha-chi. Zo'g'onga bo'ladigan mana Aravon bozorida turibmiz. Hurmatli ko'ringizlar. 8 kilodan savizlar mana rasprodaja. Dumul qancha dumul aka? Dumullar 5 so'mdan. 8 kilodan Savizchi? Saviz 5 kilo. Piyaz? Piyaz ham 5 kilo. Piyaz 5 kilo. Necha saviz qancha qoldi saviz? 100 so'mmi? 100 so'mga 7 kilo, 7,5 kilo saviz bor ekan mana shu yerda. Olamizlar. Ha? YouTube'ga tortdimmi? Xabar. YouTube'ga chiqasiz-da. Piyazlar qanchadan piyazlar? 1 kilodan. Hatay necha No'qatdan keldim tortam debchi. Mayli. Aravonda saviz arzon ekan deb shu yerga keldim. Ovqatdan, arzon ekan. Piyaz qancha piyaz mushogi? Mushoga 600. Mushog 600 so'm. Buni sitkadagacha? Yo'qlar ketsa-chi. Bo'lgan. Aravonning bozorida shunday. Payshanba bozori. Bizda o'rs, No'qatda o'rs bozor bo'ladi. Bu yerda payshanba bozori o'tgan. Shu payshanba bozor qiz o'tadigan hozir bozorning ichiga kiramiz. Ishni nima qilib ko'rib ma'lumot olib beramiz. Mana shu yerda pomidor bor ekan. Ejab, bozoringizga beraka. Pomidor qancha ekan? 40 so'mdan. 40 so'mdan. Bolg'archa? Bolg'archa kilodan 40 so'm. Chesnoqcha? Chesna 150 so'm kilosi. Qashinasi jo'xshab nimaga? Salatgacha pomidoringizni. 40 so'mdan deysiz. Jo'xshi. Berayam necha kilo beray? 40 so'mdan ekan. Pomidor 40 so'mdan ekan. Javobimiz osonda bo'layotgan. Hurmatli ko'rarmanlar. No'qat Qovar 24 kanali. Shunda biz payshanba bozorimiz. Payshanba bozor. Mana ichkiga keldi, ichkida nimalar bor ekan. Ko'rib chiqamiz. Ichkida nimalar bor ekan ko'ramiz. Bu yoqda jo'lamiz kiyimlar o'xshaydi. Kepka. Qisqasi juda hozir asallar bor ekan. Bozor jo'xshigan. Mana bu moy o'xshaydi.
Jo'm ayta qayız. Necha bodringlar qancha ekan bodringlar? Ha? 100 so'm 3 kilo. 100 so'm 3 kilo ekan bodring. Bolg'archi bolg'ar. 4. Pomidorchi? Dehqonmi? Asfalt dehqon. Ha, yaxshi. Alloh savdoingiz bersin. Mana bolg'archi bolg'ar. 50 so'mdan. Chisnoqchi? Hamdallah olsun. 50 so'mdan bolg'arlar. Judes. Guruchlar bor ekan. Guruchlarni bilamiz. Necha guruch qancha ekan guruch? 130. Ekçenince tatlı otasınlar. To'g'risi shu no'qot Joy qolib. joy tatlı var. 130 dan ekan. Tortqo'ylar ham yo'q ota, lanjoqda boshqa. Mo'yta savuz bor ekan. Savuz qancha qoldi bu aka? 100 so'mga 8 kilo berib o'taman. 100 so'm 8 kilo savuz mana olingizlar. Çok ekan. Ha? Qasol 50 so'm. Oshqovoqda ham ko'rsatadi hozir. Mana kelinglar, shu oshqovoq jo'q ekan. Qaytni oshqovog'i bu? Ha, jo'q. Dehqonda, ha? Samsaga mantiqa jo'q oshqovoq to'g'ri ekan, olingizlar. Kilogrammi 30 so'mdan deydi. Süloşup ne yoksa da oradan akıllı ediken. Bileş? Karnıvoy emas, çesi. Klas 30 so'mdan ekan otam. Klas 30 so'mdan kelseniz oradan akıllı ediken. Manti samsaga jo'q bo'ladi ekan, olingizlar. Dehqon ekan. Dehqon ekan mana, olingizlar. Olma qaytdik aka. Qaytdiki? Aravonning olmosi chiqib turgach 50 so'm ekan klassich. Olingizlar. Jo'q ekan mana och. Olingizlar. Kommentar yozib qo'yingizlar. Aravon bozorida jo'z kishini ishlarga kelganda. Hozir aytdi, gul suyunchilar bor, gul suyunchilarni nima qilib? Gul suyunchilarni nima qilamiz? Ya juzim qancha ekan juzim? Yüzüm bana olsa 60, anası 50. 150 600 so'm 50 so'm ekan aravonda juzim olgan ekan, olingizlar. Mana gul suyunchilar bor ekan aytdi. Guldoringiz-chi? Güzel har xil 50 so'm, 60 so'm, 100 so'm, 200. Yaxshi, mana shipirgi bor ekan, ayam shipirgi bor. Bular 150 so'mdan bo'lsa kerak. 150 so'm, 200 dan ekan shipirgi. Aravon Payshan bozorida jo'z. Yaxshi. Necha guldoringiz qanchadan? Gullar 50 so'mdan 200 so'mgacha. Çok shoshilgan gul qaysi? Bunalar arabskiy gullar. Arabskiy, ha, yaxshi. Arabskiy gullar bor ekan, 50 so'mdan qancha o'chasiz? 200 so'm o'chan ekan, mana Aravon bozorida jo'z bugun. Bizda no'qatda o'rs bozor bo'lganda bu yerda Payshan bozor bo'ladi ekanda. Shu olib ketingizlar. Moy so'ralsa moy yo'q ekan. Bemozordagi ko'ramiz. Qayerda moy bor ekan, moyni ko'rib tortib yo'qlar. Ko'rishga tinch olib turingizlar, hurmatli nimalar. Kuyovlar no'qat, gullar keldi, gullarga keldik. Gullar qanchadan ekan hozir bilamiz. Gullar qanchadan ekan? Taqsir. Yo, siz olgan yo'q, gullaringizni olib tam aka. Start qo'ying. 50 so'mdan 250 so'mgacha gullar bor ekan mana, jo'qchi gullar. Mana ko'rsatayman, 150 so'm. Mana 150 so'm tayyor ekan. Garantiyasi bor ekan, 100%. Hozir ketyapti, men ham olib ketaman. No'qat qoch. Ispitonni no'qat olib ketaman, jo'qchi ekan. 50 so'mga ham bor. 50 so'mni ko'rsatib qo'ying opa. Mana 50 so'mdan. Mana 50 so'mdan mana kichiklar 50 so'mdan ekan, jo'qchi ekan. Olib ketingizlar mana. Payshan bozorida jo'z, olib ketingizlar, jo'qchi ekan. Qanday? Shularni tortib qo'yildi Aravonni. Tovoqlar, chaynaklar. Assalomu alaykum. Tovoqlar qanchadan ekan? Tovoq, chaynaklar. Sizlar tortib qo'ying. Sizlar tortib qo'ying, to'lqin moy idishlarga tortdim, qochib olingizlar. Tovoqlar qancha? Tovoqlar aka 75 so'm. 75 so'mdan tortib. Qora tovoqlar. Paxta gulligi 70 so'm. Paxta gulligi 70 so'm ekan, ha. Chaynaklar korobkaga 1000 so'm. Korobkaga 1000 so'm arzon ekan. Piyalar bor ekan. Piyalar shunlar qanchadan ekan? Shuni gapiring-da. Reklama qilyapsiz. Oqlari 60 so'm oq. No'qat qol, Jimotabdan chiqsa, ata no'qatdan keldim. Bardiq arzon. Arzon ekan, bu yerda Payshan bozorida arzon ekan, bizda no'qatda o'rs bozor bo'lganda, bu yerda ham Payshan bozor bo'lganda.
Жүзім қанша екен жүзім? Yüzüm 50 so'm aka. 50 so'mdan жүзім арзан екен. Ноқаттан арзан екен. Ноқаттан арзан екен. Келіп алып кеттіңіздер. Шол бүгінгі сіздерге көрсету үшін менен аяқтады. Hazır араваның банктарының валюталарын біліп береміз. Қаншадан екен? Ноқатта қанша, Қырғызстан қайсы жерінде қанша екенін тартып біліп көрсетеміз. Шолны көрсетіп жатқан жолыңыздар. Ассаламу алейкум. Рахматуллахи ва баракатух. Құдай разы болсын. Шунымен жиынтықтайыз аравандағы базарымызды. Жаққан болса лайк басып қойыңыздар, комментарий жазып қойыңыздар. Ассаламу алейкум демекшімін.